Xullas hali ham shu ekspo markazida yuribmiz. Hozir shunaqa bo'limiga keldikki, yem ishlab chiqarish va qafaslarni ishlab chiqaradigan ilm bilan shug'ullangan katta kompaniya, Highway degan kompaniya. Shu katta qafas moslamalarini yaratgan, shu kecha biz borgan joyda ishlab chiqqan kompaniya mana shu ekan. Ularning o'zini yem ishlab chiqaradigan joylari va ilmiy tashkilotlari bilan hamkorlik qiladigan joylari ham bor ekan. Ko'rib turganingizdek, mana shu bo'lganimizda qanaqa baliq yetishtirishlari mana bu dumaloq sadoklardan boshlashgan, keyin uni industrial hamma narsasi avtomatik bo'lgan katta qafasni yaratishgan. Bunda mana grupper sariq qanotli tunes degan baliqlarni ham yetishtirishadi. Hozir bu yoqqa o'tamiz, yem mahsulotlarini tanishtiramiz. Hamma yemni xarakteristikalar bilan berib qo'yibdi. Necha razmerdagisi, necha proteinlari necha, qaysi baliqqa qanaqa parametrli yemni to'g'ri keladi. Har xil baliq turlariga. Mana masalan, grupperlarga ham ishlab chiqarishgan. Bundan tashqari krevetkalarga, mana Japonix degan turi. Har xil turlar uchun alohida yem ishlab chiqarilgan. Har xil baliq. Oxiri mana sibas ham bor ekan. Keng tarqalgan baliq turlaridan bittasi keng yashaydigan yemlar. Bundan tashqari bioflotga ham o'zini mahsulotlari bor. Buni ham ma'lumotlarni olamiz, keyinchalik kontakt qilib ishlash uchun. Bu yoqda endi o'sha qafas, industrial qafas moslamasini yasagan to'g'risida ma'lumotlar mana shu kompaniyani o'zida berilyapti. Borgan joyimiz ashib bo'ladi. Tashqari bularni yana ilmiy ishlar bilan shug'ullanayotganda eng qimmat dori sifatida ishlatilgan dengiz otchalarining ustida ham ishlashyapti. Hozir ham namunasini ko'rsatamiz. Yo'qda ham o'sha ilmiy ishlari qanaqa nima o'sha Guangdong bilan hamkorlikda bo'lyapti. Mana bu yerda tirigini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda kichkina bolalar egaman qara. Ota mashina o'zida tug'ib o'rgan manimcha uni. Mana bu baliqlar sariq. Aytib ko'rganimizdek mazasi qochmadi. Korolevskiy krevetkalar ham. Hozircha shu bizlar bilan birga qolinglar, yana tanishtirib boramiz.